Hammaga salom bolalar, sizlar bitta shayx o'zbek mushum bola. Mani bitta shayx akkauntim bor edi, biladiganlar uchun. O'sha chopilib ketdi. Bolalar. Men bittasidan akkaunt olmoqchi edim, 50 ming dedi. Xo'p, 50 ming tashladim. Qarang, 50 ming tashladim. Hozirga men anaqa deyman. Ko'rsataman, paynetlarga tashlab berdim. Mana shu akkaunt egasi meni payneti. Nariga o'zini adminiga yozdim. Admin ham meni aldab blokka tiqib, Tristas bloklarga tiqib, anaqa qilib spam berdi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Qaysi hozir men olay. Ishonmanglar mana shunaqa kanallarga. Kuchukcha birimiz faslardan bitta iltimos, kim bilsa mana shu akkaunt anaqani kirib shuni spam berish o'rgataman sizlarga. Qarang, kirasizlar, 3 ta nuqtani anaqa qilasizlar, shikoyat qilishga bosasizlar. Hozir buni shikoyat qilishga mana to'xtang. Shikoyat qilishga bossanglar, pastda mana bo'lmayapti. Pastda spam ili moder deydi. Shunga kirasizlar. Shuni bosasizlar spamga. Internetim yaxshi ishlamayapti. Bosganlaringdan keyin narsalar belgilaylar, akkauntlarni sraz belgilab tursiz, belgilaylar. Va hammasi yolg'on bu. Aldaydi sizlarni, aldaydi. Ishonmanglar bolalar. Mana o'zim ovozli xabarlargacha qo'yib beraman. Aldaydi bu, aldaydi. Javob silkasini qo'yib qo'yaman kanalingizga. Hozir silkasini sizlarga anaqasiga qo'yib qo'yaman. Pastga qo'yib qo'yaman. Bo'lmaslarga shuni bam bersalar bo'ldi. Shuni to'rtta rahmat sizlarga.